Qizlar, men har doim blogimni boshlashimdan oldin har doim birovlarning storieslarini, birovlarning blogini ko'rib o'tirardim va shundan keyin men o'zim bilan o'zim har doim savol berardim. Nima men shunchalik qo'limdan kelmaydimi shu narsa degan g'oya kelardi va lekin yuzimni ko'rsatishga har doim uyalganman boshlashimdan oldin. Lekin hozir mana men tabriklashim mumkin. 200 ta bo'libmiz. Shu alhamdulillah 200 ta bo'lganimga ham juda ham xursandman. Allohim yetkazganiga juda ham xursandman. 200 ta bo'libmiz, 200 tadan даже oshibmiz. Lekin shunga ham xursand bo'lib o'tiribsizmi degan odamlar bo'lishi mumkin. Juda ham kam-ku deyishlar mumkin. Bu men uchun juda ham yaxshi natija boshlanishiga. Men alhamdulillah xudo xolasa biz 1000 ta bo'lish niyatimiz bor. Va lekin yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, 1000 ta bo'lganimizdan keyin buni albatta nishonlaymiz. Va shunaqa qilib blogimni boshlashimdan oldin juda ham hayajon bo'lardi va hozir 200 ta bo'lganimdan keyin ozgincha bo'lsa ham hayajonim ketdi. Hammalarga 200 ta bo'lganimiz uchun juda ham rahmat deb qolaman qizlar. Hammalarga rahmat deb qolaman. Hammalarni yaxshi ko'raman.